Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarga juda ko'p keyingi vaqtlarda qo'llanilayotgan, quloqlaringizga chalinayotgan CRM tizimi haqida ma'lumot bermoqchi edim. Sizga buni bilish nima beradi? Siz tadbirkor bo'lsangiz yoki kelajakda biznes qurmoqchi bo'lsangiz, bu haqidagi ma'lumot sizga foydadan xoli bo'lmaydi. Xo'p, CRM degan tushuncha Customer Relationship Management, ya'ni inglizcha so'zdan olingan bo'lib, customer bu mijoz, relationship bu aloqa, management boshqaruv. Ya'ni mijoz bilan aloqalarni boshqaruv yoki mijoz bilan bo'ladigan aloqalarni yo'lga qo'yish deb tushunsa ham bo'ladi. Xo'p, deylikki siz ishlab chiqaruvchisiz yoki ma'lum bir segmentdagi yoki ma'lum bir turdagi tovarni sotuvchisiz. Do'koningiz yoki do'konlaringiz bor yoki siz onlayn savdo qilasiz. Har qanday holatda sizni mijozlaringiz soni deylikki 100 tadan oshiq yoki sizni sotuvingizni qiladigan sotuv menejer va operatorlaringiz 2-3 tadan oshgan holatda sizda har xil muammolar, qiyinchiliklar yuzaga keladi va siz bu qiyinchiliklarni kundalik operatsion harakatlar tabiiy deb qabul qilishingiz mumkin. Albatta ularni mavjudligi tabiiy, lekin ularni bu yo'sinda yechish 21-asrda xuddiki telefonsiz yashash bilan teng deb hisoblasak bo'ladi. Nimaga desangiz, CRM sistemasini bu programma web based, ya'ni sayt orqali boshqariladigani ham mavjud, ilova orqali boshqariladiganlari ham mavjud. Bugungi kunda bozorda ular bir qancha. O'zbekistonga kirib kelganlari 3-4 ta bor. Men sizlarga ular haqida yana batafsilroq ma'lumot beraman. Hozir bo'lsa, mana o'sha CRMlar qanday holatlarda va qanday muammolarni bizga yechib beradi. Misol uchun, birinchi o'rinda bu mijozlar haqidagi ma'lumotlar bazasini yaratilishi. Mijozlar haqidagi bazaning mavjud emasligi birinchidan aynan o'sha mijozlaringiz tomonidan qayta sotuvlarni amalga oshirishni chegaralaydi. Agarda sizda mijozlar haqidagi ma'lumotlar bo'lsa, siz yangi mijozni taklif qilgandan ko'ra eski mijozga sotuvni amalga oshirish ancha muncha qulay, oson va yengil va kam xarajat. Ya'ni siz uni qachonlardir reklama orqali olib kelgan bo'lsangiz yoki SMMga pul tikib turib olib kelgan bo'lsangiz, endi unga bir og'iz xabar yetkazish yoki qo'ng'iroq qilish orqali uni e'tiborini jalb qilish, yangi kolleksiya, yangi tovarlarga qiziqishini uyg'otish sizda ancha muncha oson kechadi. Endi agar siz bu narsalarni qayerdadir bloknotda yoki daftarda yoki Excelda yuritayotgan bo'lsangiz, u narsalar tarqoq va siz uni kuzatishingiz qiyin bo'ladi. CRM sizga shunaqa yengillik beradiki, qaysi mijozingiz qachon sizdan qanaqa tovar sotib olgan, bu qancha, masalan deylikki 1 oyda yoki 1 yilda sizni tovarlaringizga qancha pul sarflaydi. Masalan, u olgan tovar allaqachon muddatini yashab o'tgan, demak biz unga yangisini taklif qilish imkoniyatimiz bor. Bu orqali sotuvimizni oshiramiz. Ya'ni bizdan mijozlarni qachon, necha pulga, qanaqa tovarlarni sotib olganini va ular bilan qayta aloqani tiklash imkoniyatini beradi. Ikkinchidan, misol uchun siz reklamaga pul tikdingiz va Telegram orqali, Instagram orqali, sayt orqali, ilova orqali berilgan reklamalar bizga qanaqa samara beryapti? Biz har doim bir xilda shunday yo'sinda reklamaga pul xarajat qilishimiz kerakmi? Yoki bo'lmasam bizga ma'lum bir kanallar ko'proq lead, ya'ni kiruvchi zayavkalarni deylikki mijozlar tomonidan qiziqishlarni olib kiryapti. Ba'zi birlari umuman foyda bermayapti. Bunaqa holatda biz o'z mablag'larimizni samara berayotgan kanallarga sarflab, samara bermayotgan kanallarni uzib qo'yish imkoniyatiga egamiz. Uchinchidan, biz mijozlarga to'g'ri tavsiyalar, to'g'ri takliflar bera olish imkoniyatini
bilamiz. Misol uchun biz tovarni 20% skidka bilan sotganda sotuvlarimiz 2x bo'luvdi, lekin narxini oldingi holatga qaytarib qo'yganimizda sotuvlarimiz keskin tushib ketdi. Demakki biz endi mana shunaqa variantlarni mijozlarga taklif qilib turish orqali mijozlar e'tiborini torta olamiz. Biz uni mana shu CRM tizimlari orqali nazorat qila olamiz. Endi deylikki, sizda bir nechta menejerlar bor. Siz hozirgi kunda og'zaki bilishingiz mumkin kim necha dona tovar sotganini. Lekin CRM tizimi qaysi menejeringiz nechta sotuv qilyapti, deylikki bittasi 100 ta sotuv qilyapti, bittasi 20 ta sotuv qilyapti. Siz tabiiyki menejerni kamchiliklarini ustida ishlab, ko'proq harakat qilayotganini rag'batlantirib va buni texnikalarini yaxshi ketayotgan, yaxshi ishlayotgan menejerni texnikalarini bu menejeringizda ham targ'ib qilish orqali siz o'sha xuddi shunaqa ikkinchi, uchinchi menejerlarni yaratishingiz, ishga qo'yishingiz orqali sotuvingizni oshira olasiz. Va yana bir tomoni, siz tovarlar analizini CRM sistemasida mukammal qila olasiz. Ya'ni qaysi tovarlar qachon qanday narxda sotildi, qaysi tovarlarga tovarlar tugab qolyapti va ularga talab katta, va qaysi tovarlarni siz boshqacha yo'llar orqali yoki deylikki bir tovaringizni ma'lum bir reklama orqali yaxshi sotilib ketdi, demak xuddi shu yo'lni boshqa tovaringizda ham qo'llab ko'rishingiz, sotuvi yaxshi bo'layotgan tovarlarga yana yondosh tovarlarni qo'shib birgalikda sotib yuborish imkoniyatlarini oshirishingiz mumkin. Shunday qilib siz CRM sistemalarini amalda joriy qilsangiz, unga sarflaydigan pulingiz o'zini oqlaydi, ishlaringiz ancha yengillashadi va siz mana shu analizlar orqali boshqaruvni yengilroq, kimga qanaqa KPI berish, kimga qanaqa maqsadlar qo'yish, kimni qanaqa rag'batlantirish, sotuvlaringizni qanday rejalashtirish va uni boshqa moliyaviy tomonlari masshtablashtirish kabi ishlar haqida bosh qotirishga sizda vaqt qoladi va bu biznesingizni kelajakda o'sishini ta'minlaydi. Shuning uchun azizlar, CRM sistemalari ko'p, biz uni reklamasi bilan shug'ullanmaymiz. Siz internetga yozib, albatta ular haqida yana kengroq ma'lumot olishingiz mumkin. Meni maqsadim siz CRMni mana shunday pluslarini anglab, o'z biznesingizda qo'llab, biznesingizni o'stirishga ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shish edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizni yanada kuzatib boring.